5000, to'xta 600 so'm emas. Mana 600, 5600 bo'ldi. Ya sen jinnimisan? 5600 ga men nima qurt olamanmi? Yedingmi qolganini? Qandayman? Sen shalagan deputat bor-ku, ana shu 5600 so'mga bir oy maza qilib yashaysan degan. Keyin Rossiyadagi o'lim jo'natgan pullarni, soliqlarni to'lab qo'y vaqtida. Buni kim aytdi? Asl deputat aytdi-da. Yo'q. Kimga ovoz bergan bu xotinim? Qayerdan yuribsan? Ha, nimaga chaqirding? Ha biz anonaga boraylik qalam qo'shlarga. Uyat, endi shu yoshda 25-soatga tushmaylik. Dokumentalniy bo'libdi-ku. Kim aytdi? Aslan saylagan deputat aytdi-ku. Ularga shtatam oshiribdi. Jinnimi bular? Nima qilyapsizlar bolalar? Boraylik. Dadag'ayam qani? Ayang armiyaga ketdi qizim. Sen qayerga ketyapsan yarim kechasi? Diskotekaga maktabimizga ertalabgacha diskoteka bo'layotgan. Qanaqa diskoteka? Siz tanlagan deputat yoshlarimizga ertalabgacha diskoteka qilinglar debdi. Yo'q. Yo'q. Tavba qildim. Xotin! Voy, ha, nima bo'ldi? Men saylovga ketdim. Nomzodlarni yaxshilab o'rganib chiqib, eng yaxshiga ovoz berib kelaman. Hey, meni ham nomimni berib keling. Balokani yebsan, sen ham men bilan birga borasan.